O'rtoqlar, temirda qalinligini ko'ryapsizlar. 12 sm ga 4,5 sm, qalinligi 308 sm, 308 mm. Xo'p, bu temirlarimiz konteyner lagasidan chiqadi. Bu joyimiz hozir Qo'qonda. Rauf akam bilan anchadan beri ishlab kelamiz. Biz o'zimiz ulgurmagan joyimizga to'g'risini aytamiz, Rauf akamdan olamiz mana shu temirlarni. Rauf aka, bu temirimiz hozir qancha fermamiz? Ana 13 metr mana shu. 13 metr. O'zingiz necha metrdan qo'yasiz aka buni? Shaginami yo? Shagini orasini. Shagini biz 6 metrgacha qo'yganmiz, u yerini ko'proq 3 metrga qo'yamiz. Mana shu 13 metrlikda, demak 6 metrgacha ham qo'yamiz. 6 metrgacha qo'yamiz. 3 metr normal holat. 3 metr normal holat. 20 metrgacha qo'ysa bo'ladimi aka? 20 metrga qo'ysa bo'ladi, shagini 2 metrga qo'yish kerak. 20 metrgacha qo'ysa bo'ladi, shagini 2 metrga qo'yish kerak. Bemalol ko'taradi. Bemalol ko'taradi. Xo'p, qor, yomg'ir. Ha. Endi siz bu narsani prosta qilib chiqarib berasiz aka. Aha. Metrini qanchadan qilib berasiz aka? Biz ustanib qilib beramiz endi buni. Albatta. Men metrini hozirgi shu kunda 180 ming so'mdan qilib chiqarib beryapman metrini. Klientlarga. Aha. Xo'p, boshqacha temirlardanchi? Boshqacha temirlar har xil. Hali 6 ga 6 ko'p odamlar ko'p biladi. 6 ga 6 ni 220 mingdan chiqarib berdik. 19 metrga hozir montaj qilinyapti. Uni montaj qilyapti, yasab berdik. 6 ga 6 dan 19 metr stoykasi yo'q tagida. Uni shagini necha metrdan qo'yapsiz aka? Uni shagini o'sha 2 metrdan qo'yildi shagi. 19 metrlik. Ha, endi klient o'zi 2 metrga shunaqa kelishib. Lekin undan katta tashlasa ham bo'ladi uni? Ha, bemalol. U 6 ga 6 ni 4 metr, 5 metrga tashlasa ham bo'ladi. Bo'ladi aka. Hozir bu narsani yana kelishtirgan holda qilamizmi? Yo'q, bu oxirgi narxi, bo'ladigan narxi. Bo'ldi, akalar mana ko'rib turibsizlar. 180 ming so'mdan bu akamiz 1 metrlik qilib beradi. Ochiq oydinlik, yashirilmagan holatda, undan yana ustanovkasini o'zimiz bilan gaplashib olasizlar. Chiroyli qilib beramiz. Siz mana shu to'g'rida yasab chiqarib berasiz, biz O'zbekiston bo'ylab qo'yib beramiz akalar. Dastavkasi ichida. Bemalol ekranda nomerlar aloqaga chiqib olasizlar. Mana akalar mabodo yo'qotib qo'ymaslik maqsadida Tomchi Murod deb logotiplarimizdan yopishtirib qo'yganmiz. 660 kabes ko'radigan bo'lsangiz, ana men bo'laman. Bemalol aloqaga chiqib, yo'lda ko'rib qo'ygan joylaringizni ham to'xtatib, maslahat kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol olaverasizlar.